Şu günlərinin birində yana nurgun xaloyiq yığılğan idi. Ularning yeydig'ini bo'lmaganligi uchun Hazreti İsa shogirdlarini yeniga chaqirib, bu xaloyiqqa ichim og'riydi. Ular 3 kundan beri yenimdan ketmadi. Yeydigan bir narsasimi qolmadi. Ularni uylariga och qo'ysak qaytursam, yo'lda yiqilib qilishi mumkin. Uning ustiga ba'zilari yiroq yerlardan kelgan ekan, dedi. Shogirdlari buningga javoban, bunda xilvat bir yerda bunchavalak kishin to'ydig'idek nonni nerdan topilib bo'lsin, deyishdi. Qancha neninglar bor? deb so'radi Hazreti İsa. 7 deyishdi ular. Bunun bilan Hazreti İsa xaloyiqni 7 o'tirishga buyurdi. Ondan 7 nonni qo'lga oldi va Xudoga shukr etib o'shtib, ko'pchilikka taqdim berish uchun shogirdlarga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Shogirdlarda yana bir qancha kichik beliqmi bor edi. Hazreti İsa ular uchunmi Xudoga shukr etib, shogirdlarga ularni taqitishni aytdi. Hammaylar yeb to'ygandan keyin shogirdlar yeyib qolgan parchalarni 7 sivatga yig'ib oldi. U yerda 4000 kishi bor edi. Hazreti İsa ularni yo'lga solgandan keyin shogirdlar bilan birga darhol kemaga tushib, Dalmanut rayoniga ketdi. Parislar kelib, Hazreti İsa bilan munoziralashishga boshladi. Ular Hazreti İsa'ning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qilishdi. Hazreti İsa cho'nqur bir ulug' kichiktinib, bu zamonning odamlari nima uchun karomat ko'rsat deb turdiganda, bilib qo'yinglarki, ularga ko'rsatilgan karomat yo'q edi. Ondan ulardan ayrilib, yana kemaga o'tirib, ko'lning u qetiga o'tib ketdi. Shogirdlar non ilishni unutgan bo'lib, kemda bir nondan boshqa yemaklik yo'q edi. Hazreti İsa ularni ogohlantirib, "Hoşyar bo'linglar. Parislar bilan Herod xonning eshitqusidan ehtiyot qilinglar", dedi. Shogirdlar bir-biriga non akamiganimiz uchun shundoq da'votsiz kerak, deyishdi. Ularning nima deyishayotganligini bilgan Hazreti İsa ulardan, "Sizlar nima uchun non akamiginglar to'g'risida so'zlasizlar? Texchi tushunmayapsizlar. Sizlar texchi bexudmi? Ko'zinglar turib ko'mayapsizlar. Qulog'inglar turib olmayapsizlar. Esinglarda yo'qmi? 5 nonni 5000 kishiga ulashtirgunimda yeyib qolgan non parchalarini qancha sivatga yig'ib olgan edinglar?" deb so'radi. 12 sivatga deyishdi ular. 7 nonni 4000 kishiga ulashtirgunimda yeyib qolgan nonlarni qancha sivatga yig'ib olgan edinglar? dedi Hazreti İsa. 7 sivatga deyishdi ular. Hazreti İsa ularga, "Undaqda yana tushunmadinglarmi?" dedi. Hazreti İsa bilan shogirdlari Betsayda yesiga keldi. Bu yerda kishilar Hazreti İsa'ning oldiga bir ko'r odamni elib kelib, uning qo'lini tekkizib, saqaytib qo'yishni o'tindi. Hazreti İsa ko'r odamning qo'lidan yetilib, yezning sirti elib bordi va uning ko'zlariga tukirib, qo'llarini tekkizib, "Bir narsa ko'ryapsan?" deb so'radi. U odam beshni ko'tarib, "Kishilarni ko'ryapman. Biroq ular xuddi menib yuradigan daraxtlarda ko'rinyapti", dedi. Ondan Hazreti İsa qo'llarini u odamning ko'zlariga yana bir qitim tekkizdi. Shuning bilan uning ko'zlari ichilib, hamma narsani aniq ko'rdi. Hazreti İsa bu ishni hech kimning uqmasligi uchun uni uyga qaytarish oldida uningga uyga qaytish yo'lingda yezg'i kirma deb topildi. Hazreti İsa shogirdi bilan birga Filip Qaysariyasi degan rayonga qarashliq yezlarga bordi. U yo'lda shogirdlaridan, "Kishilar meni kim deb biladi ekan?" deb so'radi. Shogirdlari uningga, "Ba'zilar sizni cho'mildirguchi Yahyo, ba'zilar İlyos payg'ambar,
ve yani bazılar başka kadimki peygamberlerin biri de bilirdiken hep cevap verişti. Hazreti İsa yani uladın. Sizler-çu, sizler meni kim dep bilisizler? Dep sordu. Siz kutquzguchi Mesih ekansiz, dep cevap verdi Petrus. Hazreti İsa ulağa bu haqda hech kimga tinmaslikni topiladi. Ondan Hazreti İsa inson o'g'lining nurg'un azob uqubat tortishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar ve Tevrat ustozlari tarafidan rad qilinishi, o'ltirilishi ve 3 kundan keyin tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshladi. U buni shogirdlarga ochiq oshkora so'zildi. Bunun bilan Petrus Hazreti İsa'ni bir chetga tortib, Masihning beshiga bundaq kelishmasliklarning kamaydiganligini aytib, uni aybladi. Lekin Hazreti İsa burilib, shogirdlarga qaradi ve Petrusni ayblab, "Yo'qol ko'zimdan. Shaytondek so'zlayapsan. O'ylaganlaring Xudoning emas, insonning xiyolidir", dedi. Ondan u shogird bilan billa xaloyiqni chaqirib mundaq dedi. Kimde kim bana egishishni xohlasa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining krestini ko'tarib manga egassin. Chunki o'zi 3 yil yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, men va xushxabar uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bir odam bütün dünyayı ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Nemini to'labmi hayotlikqa erishgili bo'lsin? Bu zamonning vafosiz ve gunohkor kishilari oldida kimde kim mendan ve mening so'zlarimdan nomus qilsa, inson o'g'li bo'lgan menmi, otamning shon sharfi ichida muqaddas farishtalar bilan birga qaytib kelganimda, uningdan nomus qilaman.